Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biznes sirlari ko'rsatuvining ijodiy jamoasi bu gal ham yil davomida daromad olib keladigan biznesning sirlarini o'rganishga harakat qiladi. Agar siz ham tadbirkorlikning biror bir turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz-u, ammo buni qanday amalga oshirishni bilmayotgan bo'lsangiz, ko'rsatuvimizni oxirigacha tomosha qiling. Bugun sizlarga bir yilda $25,000 gacha daromad keltirishi mumkin bo'lgan biznes haqida ma'lumot beramiz. Tadbirkorlikning bu yo'nalishi tomorqada bulg'or qalampiri yetishtirishdir. Qanday qilib ushbu biznes orqali yaxshigina daromad topishimiz mumkin deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, dasturimizning bugungi soni aynan siz uchun. Bugungi kunda aholining sabzavot ekinlariga bo'lgan talabini qondirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan har qanday ob-havoda ham yil davomida hosil olish mumkin bo'lgan sabzavot turlari mavjud. Inson organizmi uchun juda foydali mahsulotlardan biri bulg'or qalampiridir. Ushbu sabzavotning foydali xususiyatlari to'g'risida istalgancha gapirish mumkin. Ammo uni yetishtirish va u orqali keladigan daromad to'g'risida ko'pchilik yetarlicha ma'lumotlarga ega emas. Oltinko'l tumani Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 5 gektar maydonda Dilmurod aka tadbirkorlikning ushbu yo'nalishi bilan uzoq yillardan buyon shug'ullanib keladi va bu borada yaxshigina tajribaga ega. Ko'rsatuvimiz qahramonidan issiqxonada va ochiq maydonda bulg'or qalampiri yetishtirish hamda serdaromad tadbirkorga aylanish sir-sinoatlari to'g'risida ma'lumotlar oldik. Bu yerda jami bo'lib 5 gektar yerimiz bor. 10 sotidan 7 ta mahallaga restida turgan kambag'al oilalarga tarqatib berganmiz. Ko'rib turibsizlar, mana hozir ham issiqda mana ishlashyapti. Buni endi daromadiga kelsak, bu issiqxonadan bir yilda 3 marta hosil olamiz. Birinchisi bolg'ar, ikkinchisi avgust oylarida bodring ekamiz. Uchinchi hosilimiz noyabr oylarining oxirlariga to'g'ri keladi. Unda rediska, chesnok, ukrop, petrushka mana shunaqa narsalarni qilib, fevralda oxirigacha yig'ishtirib, yana birinchi hosildan boshlandi. Bir yilda 3 marta hosil olamiz. Shu davomida mana o'tgan yilgi qilingan tajribamizdan o'zimizning Askiya tumanida tajriba bo'lgan, bir kontur, bir mahsulot asosida ekilgan 3 ekin olingan. Shular har bittasi 250 million, 200 million, даже 250 milliondan ham oshirib borgan nimalarimiz bor, xolalarimiz. Tadbirkorlikning ushbu yo'nalishini puxta o'rganib olsangiz, kam xarajat qilib, barqaror daromadga erishishingiz mumkin. Albatta, ularni ekish jarayonidan boshlab, hosilni yig'ib olgunga qadar e'tibor bilan mehnat qilish talab etiladi. Bulg'or qalampiri urug'lari ekishdan oldin 12-24 soat davomida iliq suvda namlanishi kerak. Issiqxona harorati 20-25 gradus atrofida bo'lishi kerak. Urug'lar 7-14 kun ichida ko'karadi va kuchli ko'chatlarga aylanadi. Sug'orishda ortiqcha namlikdan saqlanish kerak. Issiq va quruq davrlarda esa bu jarayonni ko'proq amalga oshirsangiz bo'ladi. Dilmurod aka aytganidek, ko'chatlar o'sish davomida muntazam o'g'itlashni talab qiladi. Ekishdan oldin tuproqni azotli o'g'itlar bilan boyitish, meva berish davrida esa fosfor va kaliy o'g'itlaridan foydalanish zarur. Bu o'simliklarning kuchli bo'lishiga yordam beradi va mevalarning yaxshi pishishini ta'minlaydi. Endi bu parnigimiz jinda kech qoldi. 3-marta boshlaganmiz buni. O'z aslida fevralda boshida ekilsa, juda katta hosildorlikka ega bo'ladi, ham qimmatroq bo'ladi. Endi keyingi yilga xuddi mana shuni mo'ljallab ketamiz endi. Mana bolgariskilar tutib qoldi. Bozorda 30 ming, 35 ming bo'lyapti, xabaringlar bor. Nari borsa mana 10 kun, 15 kun mana vaqt qoldi buni pishishiga, tayyor bo'lishiga. Bolgariskiy urug'imiz eng urug'i qattiq nima bo'ladi-da. Masalan, pomidorni qilamiz desangiz 3 kunda unib chiqadi.
Bolgarskийнiki salkam 10 kun, 12 kun deganda bo'ladi. Buni ko'chati salkam 70 kun, 80 kun deganda tayyor bo'ladi. Tajriba asosida buni kichkinaroq yerga qilib, ko'chatni katta qilib olib chiqib, buni shu asosda endi ertaroq pishirish. Bularni endi issiqxonasini yaqinda isitish tuzumlarini qilamiz. Rossiya bilan hozir shartnoma qilindi. Pellet degan yoqilg'i bor. Ekologiyaga hech qanaqa ta'siri yo'q, juda anaqasi. Ko'mirdan kaloriyasi 2-3 barobar yuqori turadi. Nasib bo'lsa, oktyabr oyiga kelinadi. Birinchi o'chirda yerimizni yumshoqroq tartibga qilib, bu o'taligi go'ng sevar emas, o'zimizni chirinda faqat bu yaxshi ko'radigan kalsiy dorilarimiz. Mineral o'g'itlardan ko'proq kalsiy beriladi. Endi bunda mikroelementlar bor, shuni vaqtida berib turishimiz kerak. Hasharotlarga qarshi buni emlab turish kerak. Shuni asosida kelsa, mana agronomlarimiz turibdi, hamma yo'l nazoratda. Buni har xil uslubda eksa bo'ladi mana. Masalan, 1 metrga qilib 30 santimetr qilib eksangiz bo'ladi. 1 gektar yerga 30 mingta ko'payib ketsa yoki 25 mingta. Endi biz mana issiqroq bo'lib qolganligi uchun qishni kunida bo'ladigan bo'lsa, sal orasini 40 santimetrga ekamiz. Yana bir nimasini 40 qilib. Oziqalarni ham hammasini tomchilab sug'orish orqali beriladi. Yoshlikdan tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Dilmurod aka bugungi kunda ushbu sohada shogirdlarni ham yetishtirib, ularga o'z bilim ko'nikmalarini berib kelmoqda. Ularning aksariyati bulg'or qalampiri yetishtirish va u orqali yaxshigina daromad topishi borasida o'z fikrlarini bildirdilar. Bu MM usulida qurilgan 5 gektar bitta korpus. Xo'p, endi biz buni hozir yozgi sharoitda bo'ldi. Agar qishki qilib ishlatadigan bo'lsak, termiz usulida qilib ishlatsak ham bo'ladi. Vakuum deb qo'yiladi buni. Qo'shimcha yana bitta plyonka tortiladi. Yana bunga qo'shimcha sistema qilsak bo'ladi. Turbadan konditsionerli qilib netib ana qilsa bo'ladi. Qo'shimcha isitish uchun. Qishki holat, yanvar, fevral oylariga hosil yetishtirsa bo'ladi. Yergashi mahalliy o'g'it solinib oladi birinchi. Xo'p, keyin yerdan gidroponika sulga qilib turib, sal yerdan mo'rza qilib turib ko'tariladi yerdan. Xo'p, ekilish joyini ko'chatimizni pomidori bolgarskiy bo'ladigan bo'lsa, 55 kun, 60 kunlik ko'chat ekiladi. Urug' tashalgandan boshlab. Xo'p, hosilga kirishi 90 kun, 85 kunda hosilga kiradi. Eng qiyini shu ko'chatni tutkizib olish holatlari bo'ladi. Ekilish jarayoni 10 kun ichida ana holat bo'ladi. Yerni tayyorlab, ko'chatni o'rnatib olish. Yetishtirishda avvalo yaxshi ko'chat yetishtirish kerak. Birinchi urug'ni yaxshisini olish kerak. Xo'p, keyin bizda endi mana qanday deyiladi? Paket urug' deyiladi. Shu paket urug' ekish kerak. Pachkali deb qo'yiladi. Endi bizda asloniy anaqa bo'ladi. Xo'p, mana bu ko'rib turganingiz Ferrari urug'. Xo'p, Ferrari'ni arsamiz ko'kka qizilga bo'laveradigan, eksport bo'ladigan narsa. Ashunga ham ahamiyat berish kerak. Endi bu sohaga kirib dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan odamga endi buni katta kichigi bo'lmaydi. Endi boshlanishiga bir 4-5 so'tikdan boshlasa bo'ladi. Buni qiyin joyi yo'q. O'sha mutaxassis bilan gaplashib 1 yil, 2 yil maslahat so'rab qilsa bo'laveradi bu narsani. Birinchi o'rinda ko'chat tayyorlashga, keyin yerni oziqasini berib, yerni tayyorlab olish kerak. Bir mavsumga tayyorlab olish kerak. Mineral o'g'itlarni berish kerak, kompleks tashlash kerak, mahalliy o'g'it. Shunisiga ahamiyat berish kerak. Bir kunda 2 mahal ertalabda, kechki paytda berganda, misol hozir 1000 tupimizga mana hozirgi jarayonda deylik, mana mart oyi, aprel oylariga o'tganda yarim litrdan 1 litr kuniga. Ertalabda yarim litr, kechki paytda yarim litr bir kuniga. Agar qish oylariga bo'ladigan bo'lsa 200 gram, 300 gramdan. Hop, mana iyul oylariga o'tganda 1 litrdan 2 litr suv ichilaveradi. Tomchilab sug'orishda, uni oqova suvda emas. Havolarimiz aslida biz luk deb qo'yamiz, tepasidan tom qismidan beriladi, mana yon qismidan ham berilganda yaxshi bo'ladi. Tepa qismi hop mart oylarigacha bo'ladi. O'sha mana maylardan ikki yonboshni ham havoga qo'shimcha qilishimiz kerak.
isigan sari qo'shimcha havo berish kerak. Tadbirkorlarning ta'kidlashicha, bulg'or qalampir yetilganda o'z rangini o'zgartiradi. Mevalari yashil rangdan qizil, sariq yoki to'q sariq rangacha o'zgarishi mumkin. Hosilni yig'ib olishda ehtiyotkorlik bilan ildizni sindirmasdan qo'l bilan terib olish tavsiya etiladi. So'ngra ularni bozorlarga, supermarket va xaridorlarga tarqatib, daromad olishni boshlaysiz. Bu davrgacha biroz qiyinchiliklar va ko'proq mehnat qilasiz, ammo uning ortidan keladigan rohat sizni albatta quvontiradi. Buni yetishtirish jarayoniga kelsak, xo'p, ko'chat ekilgandan keyin mana ko'chat yengil 1 litrdan suv quyilib ekiladi. Tutib oldi deymiz, tomir otib o'rnagandan keyin, xo'p, ko'chatni ena suv deb qo'yamiz, birinchi suvi. Shuni qo'yingki 3 soat, 4 soat yaxshi suv ichadi. Ko'chat ashim bilan tomir olib kengayadi. Shu baravar 15 kun, 20 kun, 25 kungacha suv berilmaydi. Ko'chat o'zini ushlab, xo'p, mana gullash davri boshlanadi. Mana gullash davri bo'lgandan keyin, mana mevalardan har bir tubda 4 tadan meva olgandan keyin, undan keyin suv berishni boshlaymiz. Kunda shu yarim soat oziqali suv bo'ladigan bo'lsa, yarim litrdan suv beramiz. Xo'p, buni oziqasi, xo'p, boshlarida hamma ushlab olguncha azot bilan shug'ullanamiz, karbamid beramiz. Xo'p, meva olgandan keyin kalsiy berishni boshlaymiz. Ustidan tomir qismidan barg qismidan kalsiy bilan oziqlantiramiz. Tagidan tomirdan oziqlantirishmoqchi bo'lsak, mana tomchilab sug'arishda beramiz. Xo'p, bargidan shu o'zimizning apparatda ustidan beriladi. Biz bu yerdan hozir mana bolgarskiyimizni ekkanimizni, bizga buni yana qo'shimcha zo'r yaxshi tomoni bor. Xo'p, mana bahorga ekilgan bo'lsa, shu narsa. Xo'p, kuzga boshqa narsa ekilmaydi. Shuni o'zini yana qo'shimcha anaqa bo'ladi. Ko'chat ekib yurmaymizda, ko'chatdan qo'shimcha daromad ushlab qolalaymiz. Mana shu ko'rib turgan joyingizni ko'chat endi mo holatda kelib, hosil berib bo'lgandan keyin shu yerdan chetanka qilib qo'yiladi. Chetanka qilib qo'ygandan keyin yana kuz holatida yana yongitdan shaxlab yana kuchli hosil bera oladi. Agar o'zini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, hosil mayda bo'lib qoladi. Bachkini sindirib bo'lganimiz evaziga hosil, meva yiriylashib bo'ladi. Bitta ko'chatdan 2 marta hosil olsa bo'ladi. 2 sezon deymiz, bahorgi, kuzgi holatda olsa bo'ladi. Yana bunga yana qo'shimcha yerdan yana foydalanish. Xo'p, mana ko'rib turganingiz 4 ta ko'chat bo'lsa, mana bu yerga deylik bodring ekdik, mana bu tomonga. Xo'p, yana 4 ta 5 ta oldi olib turib, 1,5 metrga yana bodring ekib turib, qo'shimcha daromad qilsa bo'ladi shundan ham. Yerdan 2 ta ham bolgarskiy bo'ladi, ham bodring bo'ladi. Bodringni buni rasxotigacha sotib netib daromad qilsa bo'ladi. Deylik, mana bundan 1000 tub ekilgan bo'lsa, bodringdan 150 tub ketadi. Kengligini evaziga yaxshi hosil bera oladi. Bu sekin o'suvchi vazifasida bo'ladi bular. Bodringlar tez o'suvchi. Bu hosilga kirguncha bodring uji simga yetib bo'ladi. Pastni baylarini chetanka qilib ochib anaqa qilib qo'yiladi. Quyosh tushaveradi. Bir-biriga anaqasi yo'q, daxli yo'q, ham orasi kengaygan. Xo'p, endi buni zarar kunanda hasharotlarga keladigan bo'lsak, xo'p, buni eng anaqasi bor, trips bor, shirasi bor buni. Shularga ahamiyat berib tursa, bunda oshibcha bir rasxoti ham yo'q, oshibcha kasalligi, boshqa narsasi yo'q. Bunga hali yerimizda deydi, ko'p ishlanib turgan joylarda nematoda deyiladi. Ko'p ishlangan joylarda, xo'p, nematodaga ham kasalligiga nihoyatda chidamli. Ash tomonlari ham bolgarskiyimizning qulaylik tomonlari ashunga ham yaxshi. Bu bolgarskiy qancha ko'p chopiq yesa, shuncha yaxshi bo'ladi. Dehqonimizdan chopig'iga ishlov bersa bo'ldi. Unaqa oshibcha rasxoti, boshqa narsasi yo'q. Chopig'imiz 10 kunda bir chopilsa bo'laveradi. Xo'p, keyin mana deylik, bu tomonni 10 kunda bir chopilsa, hop, mayat bo'sh turgan joyni ham kultivasiya deb qo'yiladi. Kultivasiya o'zimiz mahalliy dehqonlar o'zi tushunadi. Shularni 2 kunda bir ilosi kunda bir yurgizsa bo'laveradi. Namlik qancha tez qochsa, bolgarskiy o'ziga suvni talab qiladi-da. Keyin o'ziga olaveradi. Qancha ko'p suv ichsa, meva ko'p tez yetiladi. Ham mana narx barqarorlik paytida sotib oladi. Dehqonning o'ziga ham foyda. Tomirda chirish bo'ladigan bo'lsa, ashi namlik ko'payib ketgandan bo'ladi. Shuning uchun kapinisamiz mana tomchilab sug'arish deyiladi. Ko'chatni bu tomonida tur bo'lmaydi, yaqinida
ko'chatdan bir 5-10 santimetr qochiribroq qo'yish kerak. Aslida namlik bormaydi. Ham keyin ko'chat chopilib teparoqqa ko'tariladi mana. Mo'boyiga bo'lib turpoq ko'tarilgandan keyin kapinisi bu tarafda tursa, aslida yaxshi bo'ladi. Hozir xudo xolasa bu chopiqlar boshlanyapti. Shu holatda olib kelgizib olamiz xudo xolasa. Mana shu ko'chatimiz hozir mana gullash davriga keldi. Mana shu gullayapti. Xo'p, mana shu holatida kelganda suvni to'xtatib turamiz. Suvni to'xtatamizda mana mo holatga keladi. Mana shu holatda xudo xolasa mana shu 4 ta 5 ta gul ushlagandan keyin suvni berishni boshlaymiz. Bo'lmasa suv berilganda mana guli puch bo'lishni boshlaydi. Gullash davrida suvdan sal tortibroq turamiz. Namlikni o'zidan qochirishimiz kerak. Shunda hosil xudo xolasa yaxshi ushlaydi. Qahramonimiz tadbirkorlikning ushbu yo'nalishiga qiziqayotgan, ammo qanday qilib boshlashni bilmayotgan yurtdoshlarimiz uchun o'quv xonalari tashkil etgan. Bu yerda ko'chatlarni parvarish qilish, ularga kasallik tushganda bartaraf etish, qanday qilib daromadli biznesmenga aylanish to'g'risida bor bilim ko'nikmalarini berib keladi. Undan tashqari, darslar tajribali agronomlar tomonidan ham olib boriladi. Hurmatli yurtdoshlar, biznes sirlari ko'rsatuvining bugungi soni orqali tadbirkorlikning yana bir daromadli yo'nalishi bo'yicha zarur bilimlarga ega bo'ldingiz. Keyingi dasturlarimizda qanday biznes to'g'risida ma'lumotlar olishni xohlaysiz? O'z taklif va fikrlaringizni izohlar orqali yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.